Sen kecha sinf jurnaliga xohlagan narsangni yozib tashlabsan. Yana kuzatuv bo'limiga hech nima deb yozibsan. Nega aynan g'alati? Agar u bu dunyodagi oxirgi erkak bo'lgan taqdirda ham men u bilan birga Bu bo'lmayman. meni so'zlarim. Agar dunyo o'girilsa ham men sen bilan bo'lmayman. Ikkalangiz Turmush qurishingiz kerak. Men turmush qurish degan so'zni eshitdimmi? Uning boshqa ma'nosi bormi? Biz axir maktab o'quvchilarimiz-ku. Men qilishga ulgurmagan narsalarni siz bolakaylar qilishingizni juda ham xohlayman. 18 yoshdan turmush qurish mumkin. Meni eshit, kimgadir biz haqimizda aytib bersang seni o'ldiraman. Aslida bizdan so'rashingiz kerak emasmi? Men majburan turmush Hatto qurmayman. maktabda sen bilan birga bo'lishni o'zi juda ham azobli va qiyin. Siz rostdan ham tushunmayapsanmi? Sayto, meni qo'lingda ko'tar. Bu sen o'ylaganingdek emas. Men seni umuman yaxshi ko'rmayman. Yomon ko'rgan sinfdoshimga uylandim. Ushbu animeni Ani klassda tomosha qiling.